Assalomu alaykum Tuning Forecast YouTube kanalini kuzatuvchi bizani qadrli obunachilarimiz. Yana bitta bizani to'g'ri vaqtimizni olgan, ozgina asabimizni ham olgan, lekin biz egalarini pulini olgan hammalarimiz va nihoyat tayyor bo'ldi. Men sizlarga bitta obzor qilib beraman, har bitta qilingan ishlarni dona detalni aytib berishga harakat qilaman. YouTube platforma shunisi zo'r ekan, mazza qilib, xotirjam, xohlin televizoringizga ulab olib, yo bo'lmasam telefonni yonboshlatib olib, yo bo'lmasam qanaqadir kofelarni ichib olib, bir planshetda ko'radigan formatda video qilishga harakat qilamiz. Albatta biz sizlar uchun mehnat qilamiz. Doim aytaman, mehnatni qadrlash sifatida bitta like tugmachasini bosib qo'yasiz, okey? Boshqalar ham ko'rsin, bilsin, shunaqa ishlar bo'linishini. Rahmat, baraka toping. Ana endi bo'lmasam, sizlarga bitta obzor qilib beramiz mashinaga qilingan ishlarni. Mashinamiz bizani servisga tashrif buyurganda egalari bilan birgalikda akamiz keldilar. Aka, bu mashinaga shuncha pul ishlatamizdan pashti 3 ta pochka ketadi desam, aka adam mashinalari dodda bo'lish kerak dedilar. Buni sotib o'rniga shu pulni qo'ysa bir mashina beradi, zo'r desam, mashina qilib bering bo'ldi dedilar. Bo'ldi, olib ketdim. Masala hal. Xullas qilgan ishlarimizda mashina to'liq holatda kraska bo'ldi, ya'ni mashinamiz qora matvi edi o'zi. Eshiklarda dars ketgan joylari bor edi, oldin qilingan paytda tegdik shpakulovkalari, ya'ni kraskani tegan ko'pirib chiqqan joylari bor edi. Ularni hammasini biz shilib tayinladik boshqatdan. Dodda qilib mana bunaqa nardigre rangi sepganmiz. Bu Mercedes-Benz nomerli rangidan olingan, qanaqadir tomchilardan qo'shib padbor qilib, bundoq qilib sepib ko'rib, mana shu zo'r ekan deb qilinmagan. Sababi bitta hamma narsaga individual mehr bilan yondoshilingan. Xo'p, mashinamizni ko'ryapsizlar, nardigre rangda bo'lib turibdi. Ko'proq 3 xil va 4-xil rang qo'shilib qolgani bu diskamizda mana bunaqa nikkel bo'lib qoldi. Bu ham chisti nikkel emas. Ozgina xrom sifat aralashgan nikkel. Shu ham juda ham ajoyib vid berib turibdi. Qora satindan foydalanilgan, qora glansvidan, ya'ni black edition joylari bo'lgan va mashinamizning o'zining rangi. To'liq holatda mashinamiz shumizolyatsiya bo'ldi. Ya'ni mashina kraskaga kirdi, ponni sepildi, hadovoylargacha kraska sepganmiz. Mo'yka qilib, chiskali qilib albatta, hadovoylargacha qora matvida sepilgan. Hop, mashinamizdan to'liq holatda aytib o'tganimdek shumizolyatsiyalarni qilganmiz. Salonga ham hozir kiramiz, yoki salonda shunaqa mehr berilgan, egalari bizga topshirdilar. Kam o'zing bilib dodda qilib ber salonni dedilar, biz xuddi shunaqa qilib berdik. Ya'ni Uskasdan pura Asad Cherigim bilan hamkorlikda bu loyihani qildik, salon qismlarini. Kuzatnoy joyini bilasizlar, Abduhamid Cherigim bor, kuzatnoy bo'yicha 20 yillik tajribaga ega bo'lgan o'rtog'im, birodarim dodda qilib kraskalarni sepib bergan. Hammasining kafolati bor, aka. Mashinadan tepada ko'tarsa kerak, azamata ilib olib bir tilitda. O'z bu shunga bor-ku. Ko'taran tepada tashiydi-yu bir tilit samolyotdan o'shanga boylashga, menimcha parashyut boylashga bor-ku. Shuni aprosni qilib ketarmidi, mayli. U obunachilarimiz bilishadi. Hozir shunaqa bo'lib ketdi, ani ChatGPTga samaradan chiqarib beryapti. Kecha nima ovqat yedim desa o'shangacha. Xo'p, kuzov qismini aytib o'tdim. Kraskalar sepganimizdan dash mashi joylarigacha biz hammasini yengga olib kelib qo'yib berganmiz. Nimagaki yoki e'tibor bering, yaxshilab chochib yechib sepilgan ichlarigacha ustini ishqalab sepib qo'yilmagan. Buni nima yengga olib kelganimizdan sababi o'ziniki eskirib ketgan edi. Shuning uchun yengga olib kelganmiz. Mana ko'ryapsizmi, tortilib dodda bo'lib turibdi. Mana bu yonidagi spoilerlarni egalari o'z Moskvaga zakaz qilib qo'yishgan edi. Mashina kelganda bizga elektronli parok yonidagi mana shu arkalarni ham berishdi. Biz elektronik parokka qo'ymadik, nimagaki dodamizda sal to'racharoqdan aka haydaganlar uchun u parokka bir oyga bormay sindirib yuboradi. Nimagaki sifati yaxshi bo'lgan bilan kilosiga sotvestniy qilmaydi. Bir marta 10 marta chiqadi, lekin baribir bir kun buziladi. Shuning uchun o'zini ba'ziviy parokini biz yechib tashladik. Xuddi shunaqa edi, nikkelli, yengisini olib keltirdik. U pachoq bo'lgan joylari bor edi. Chem uni parokka miyatina qilgandan ko'ra o'zini yengisini olib keltirdik. Nikkel bo'ladi, qoraga bo'yadik. Ana keyin qo'yuvdik, kalta bo'lib qoldi. Oyoq bosgandan buyoqqa kirib qoldi, oyog'ini uchi bosilib qoldi. Keyin akamiz sal buyoqroq chiqarmasa bo'lmaydi dedilar. Qarasa haqiqatan chiqarmasa bo'lmaydi. Noshkani usulit qildik. Zavodskoy boshqa noshkalar bilan qalin ko'ryapsizlar mana. Stenkasini ko'ryapsizlarmi yoki qalin stenkali temirlardan foydalanib qilingan hammasi. Bemalol chiqqanda ham mana shunday chiqib ko'rsatib beraman. Bitta mana vesimni ko'tarish. Umuman parok rol o'ynamayapti daji. Adashmasam 98-100 kilo atrofidaman. Parok moshni, parok to'xtaldik, ma'malarni hammasini bitta qotirdik. O'zini buni maxsus bolti bor. Oddiy samarazda qotmaydi. Shu joylariga ahamiyat bering. Biz mehnat qilganmiz-da bunga. Buni qotirishga reja qilgan paytimizda qo'yganimizda ma'malarga ponni shpakulovka surib, apkilet qilib bu yoqni ajratib, mana rahlarni keltirib olingan. Hammasi qo'l mehnat. Mehnatni qadrlovchilar bor bizda, shuning uchun elementarni aytib beraman. Har bittasi qo'l mehnatda ideallik qilib zazorlari keltirilgan. Ikir-chikirida bu ichi. Kuxnani ko'rsatyapman sizlarga. Bu bolti bo'lsa, zakasnoy bolt bo'ladi, 6 grandilik bolt bo'ladi.
kuzupini orqasiga qo'yadigan, o'zini kuzub orasiga qo'yadigan gaykasi bo'ladi. O'sha qotiriladi kuzubga, keyin bu qotadi. Keyin o'shanda bu qotadi akeli. Sizlarga mana informatsiya to'liqroq beraman. Oldi ko'rinishi buni gruzovoy variant deyilar ekan. Men ham bilmasdim hammerda. Shuni egalari kelgan aytishdi. Mana oldi ko'rinishini ko'rasizlar, mana bunaqa Hummer degan yozig'i mana bu yoqqa yoziladi. U bundan oldingi pakelingni do restalin yurar ekan. Bu уже restalin bo'lar ekan. Men hali hammer to'g'risida informatsiyam yo'qligi uchun sizlarga ham berib ketaman. Bu уже restalin varianti bo'lar ekan. Ko'rasizlar, o'sha restalinni o'zini ablisopkalar bilan, setkalar bilan qo'yib berganmiz. Unisida do restalinda hammer yozuvi mana bu yerda bo'lsa, bunikida mana bu yerda bo'lar ekan. Okeylar. Mana shu joyi ham farq qilar ekan. U gruzovoy yurar ekan. Bu уже Jeep hisobida o'tar ekan. Mana shunaqa joylari bor ekan, bilmasdim. Sizga ham agar bu informatsiya bo'lgan bo'lsa, bilmasdim, men ham bilib oldim, kommentariyaga yozib qo'ying. Qani kim ko'p qanchalik nima biladi, bilib olamiz biz ham. Kraska sepkamizdan aytdik, bakovoylar hammasiga yondoshirilgan, mana ustidagi chiroqlari bor-ku, hammasini zakaz qilib olib keltirganmiz. 3 ta peshonada, 3 ta orqada, 4 ta yonida, общий 4 ga 6, 10 bo'ladimi? 10 ta chiroqni olib kelib qo'ydik. Xo'p, yana nimalarni qilib berdik? Orqa qismlarini hozir bitta ko'rsatamiz. Salonni bitta ko'rsatinglar, orqasiga alohida to'xtalamiz. Shundan kelgan bu yoqdan, men bu yoqdan chiqaman. Mashinamizdan egasi ham yetib keldi nihoyat. Kreditga qilib berdik bu akaga mashinani. Boshiga 10 ming berdi, qolgan 20 mingni 49 yilga 200 ming qilib berishga kelishdik. Salom akam, 15 yillik klientimsiz. Eskaladan, eskala bo'ladi. Toshkentda hozirgi kunda avtotuning bo'yicha trenddagi odam. Tuning for cars. Baraka toping. Shu reklama. Biz ham aytib ketaylik. Oshi Amiri, Somsan oti nima edi? Olot Somsa. Ha, Olot Somsa. Dangal bobo. Dangal bobo. Buxarskiy Boulevard и qaynana. Gap yo'q. Aytmadingiz-da, Hilton Toshkent City Nisman. Nasib qilsin hammamizga. Xo'p, ana endi mashinamizning salon qismini obzoriga qaytamiz. Sal qo'shib turasiz. Baraka toping. O'zim akam bo'ladi. Shunaqa yomon ko'raman. Xo'p, hazil-huzul o'z yo'liga shu joylarni qo'ygan azamat. Xo'p. Shu bolani taniganlar bitta nimadir kommentariyada yozib ketinglar, bor. Masjidga olib keldi deb bitta ish qildirguncha bor. Tesla olib kelgan. Masjidga olib keldi lekin. Xo'p, mayli. Ishga qaytamiz. Hammer mashinamizni YouTube platformasi shuni zo'ragan azamat. Ba'zi qilib o'rtoqlashasan-da, gaplashasan obunachilar bilan, seni hurmat qilib ko'rayotganlar bilan. To'liq holatda patologimizda mana bunaqa yangi chiqqan materialdan bo'lgan. Bu C16 larning yangi materiali. Ahamiyat beringlar, ko'rasizlar. Bu material Xitoyda bitta skladda yotgan paytda odamlar $1 dan olmayapti edi. Asad o'rtog'im 10 ta rulonni oluvdi, arzimagan pulga, keyingi safar so'rasa bitta ruloni $1000 bo'lgan narsani o'sha $3000 deyishga o'tib oldi. Hamma joyda qadrsiz narsa albatta bir kun qadrlanadi. U narsani o'z haqiqiy ustalarning qo'liga tushgandan keyin. Xo'p, mashinamizga rul qo'yganmiz, mana bunaqa Hammer 2. Hammer 2 o'zini yozuvlari bilan menimcha ko'jadan tikilgan, alohida buyoqlari ahamiyat beringlar, dodda bo'lgan. Ko'rsatib o'rmashdan ham ko'rasizlar, mana ideal chiqqan. Rulli knopkalar hammasi ishlaydi oke, muxlovka emas. Start stop ishlaydi, rulli knopkalar ishlaydi hammasi. 360 gradus kamera qo'yganmiz. Xo'p, 360 eng full monitor qo'yilgan. Biz deb o'tirmadik, bunga ramka olib keltirdik. Mana bunaqa dumaloqli bo'lar ekan ramka. U eski do restalin Hammerga ekan. Uni olib kelib qo'yganmiz. Kimgadir kerak bo'lsa aytsangiz, bir qancha dollarga keldi, bir $100 beramiz. Navoqsiz kerak bo'lsa, sizda do restalini bo'lsa, oke, ikkita dumaloqli bo'lar ekan. Bu o'zi restalin bo'lgani uchun bunga tushmadi. Mana bunaqa akkuratni yechim qilib yubordik. 360 kamera qo'yildi, orqa oldilari bu katta mashina bunga qo'ymasa bo'lmaydi. O'zim pick-upimda ham yuraman, lekin bu ham juda bahaybat mashina ekan. Katta mashinani haydagan, katta mashinada yurgan odam baribir boshqacha emotsiya bo'ladi va uzoqni ko'radi bu yoqdan o'tirganda, xotirjamlik ham bo'ladi. Oldida probka paytida u oyoqda nima bo'lganini ko'rib o'tirasiz, sabr qilasiz. Xullas shunaqa gaplar. Katta mashina to'g'risida informatsiya berdim. Katta mashina faqat katta bolalar emas. Hamma ham haydasa bo'ladi. Mana bitta knopka ichida asishinaga bu yonida ochgan paytda ustilari ko'rasizlar, ikki koja napa lyukslar bilan tikilgan, perforatsiyada qilingan. Akamiz aytdilar, nima qilib bering yoki men bunga gulpul nimadir tushirib bering desam, ba'zi qilib qoldiring dedilar, iloji boricha qatlargadir kant qo'shing dedilar. Biz mana bunaqa stroyni kantlar bilan chetlariga dodda qilib Asad bilan o'tirib maslahatlashdi, reja qildi, o'rtog'im mana shunaqa qilamiz dedi. Bu salonni skromniy qilsa yaxshi, qanaqadir svetli rangli bir balolardan ko'ra mana shu zo'r bo'ladi. Egalari ham 60 dan oshgan odam ekan, zato mazza haydaydi. Bitta kalla yaxshi, ikkita kalla undan yaxshi deydi. Mashlarga chon tikilgan, hech qatida hech qanaqa kam ko'rsatib muammosi qolmagan. Orqa tarafga hozir bitta o'tamiz. Sidenlar rosa yotib olib haydashlik bo'lib turgan ekan. Mashina to'liq holatda shumka bo'lgan, aka, ideal bo'lgan hammasi. Bismillah. Mana salonlar ham chutki azamat, mana yoqqa kirishlar ham bor-ku. Mana bunaqalar ham chutki. Mercedes-Benz'ning o'zini gilami bor, bilasizlar, shu gilamlardan mana bunaqa poliklar qilingan, lipuchkali qilib,
hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol mazza qilib o'tirib ketadi. Orqasida enasi bor-ku, boshini kelganda mana bundoq. Mashinada turardi spinka orqaniki. Bu mashinasi borlar o'zi biladi. Doda aytdilar, o'rtoqlarim bilan yuraman bolam. Shuni sal yotqizib ber. O'rtoqlarim ham o'zimga o'xshagan polvon bolalarda mazza qilib ketsin dedilar mana. Doda bo'ldi orqasi ham. Mazza qilib ketadi rostdan ham stulni qo'yib qo'yib, sal ozgina spinkasini pasaytirib berganmiz. O'zini shesternasi bo'lar ekan ichida. Ular ham bo'lgan, hammasi aytib o'tgandek qo'l mehnatda bo'lgan. Orqadagi даже remenlargacha, salonlari mana hammasi ishlaydi. O'z-o'ziga gofralari tikilgan, mana stiklan ko'rasizlar. Materiallarni qilingan joylarini, monitorlari. Xullas mashinamizga mehr berdik. 92 km kontrol bor ekan orqada ham. O mashalloh, mana shu mashinada Abduflagajon bor ekan. Abagrey bor. Abagrey ekan, Abdufmas ekan, Abagrey. Bu yoqda 12 volt, bu yoq sidenada cho'nchaklari. Endi salonni aytdik, bitta orqa qismiga sayohat qilamiz. Kuzatib turing, zo'r video bor. Ana endi navbat orqa qismiga. Mana bular hammasi nikkel bo'lib yotibdi. Hammasini qora glansiga sepdik. Sizlar hurmatli bizning obunachilarimiz, kuzatuvchi akalar, rosa ko'p mana shunaqa hamma vidli rasmni tashladinglar-da. Shuning uchun sizlarni fokusinglar bilan ham bo'ldi bu. Egalari ichdiki, ukam, o'zing variantlar ber, chiroyli narsa qilib ber bo'ldi deyishdi. Ana dodda bo'lsin, sen ichida yuribsan, o'zing bilib narsa qilib ber, bir ajoyib narsa deyishdi. Mana shu tanlangan ranglar hammasi bizga direktdan kelgan azamat, sen ham tashladingmi? Yuzlardan oshiq odam tashadi, mana shunaqa rangli bo'lgan tunli hammerlar. Ular facelift qilingan, balandlashtirilgan edi. Bu ham chakki emas, to'da chiqdi. Mana zapaska bilan diskiga ahamiyat bermang. Biz olganimizda bir komplekt sotamiz, 5-sini sotmaymiz deganda, mana shu diskadan bir komplekt qolganda majbur oluvdik. Bu doda turadi o'zi. Yurganda vobshi boshqacha aylanadi. Shuning uchun ham olgandik. Buni bo'lsa tez kunda alishtiramiz, zakaz qilib qo'yganmiz, individual bitta dona diska bilan balon topib qo'yganmiz, balon naq Dubayda turibdi. Diska hali bo'lishi bilan shundan kiyg'izamiz, shu bilan ish hal bo'ladi. Men boya aytib o'tganimda orqasidan katta mashinalar tortadigan joy. Mani mashinam bilan buni aniq tort kontent qilsa bo'lar ekan. Unga vaqt yo'q ukam. Ko'chaga olib chiq, u qilib bu qilib soqqal ishlar qolib ketadi. Xo'p, harakat qilamiz keyingi boshqa mashinalarni mana shunaqa olib chiqib obzor qilishga. Sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun albatta. Barcha ishini aytib o'tdik. Agar nimadir ishlar esdan chiqib qolgan bo'lsa, kommentariyada yozinglar, mamlari qolib ketdi aytmadingiz deb. Lekin maksimalli harakat qildik, hamma narsasiga, даже podkrinilarigacha yangi olib kelib qo'yib berganmiz, oke. Xo'p, tomiga lija qo'yadigan joylari bu zamokda yechiladi. Rosa katta ekan bor, orasida razmeri. Bu o'zida bor edi. Bir sizlar ularni hammasini bo'yab, dugalarini chiroyli qilib berganmiz. Xullas, nima deyman so'zim oxirida, agar sizda ham bunaqasi bo'lsa, yo bundan eskirog'i ham bo'lsa, boshqa modellar ham bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. Doda qilib ishlarni bitirib beramiz. 1 dan 10 gacha baholab ketinglar, shuncha qilingan ishni 1 dan 10 gacha. 1, 9, 10 necha qo'ysanglar xafa bo'lmaysiz, chin dildan aytinglar nechiligini. Kuzatib turinglar, salomat bo'linglar. Bundan ham qiziq kontentlarni chiqaramiz. E'tibor uchun rahmat. Oxirgacha ko'rganlarga alohida rahmat, oke? Baraka toping. Yana nima yeydik? 213 okamlarga bitirib berdik. Azamat etib qoldi, bo'lmasa ahamiyat ham bermayman. Hammalarimizni birinchi prosmotr shu okam bo'ldi. Video chiqqanda like bosib qo'yasiz. Bizning eski mijozimiz 2021mi 19mi saqlanib qolgan ekanman nomeringizni. Menga restal, JL olib kelgansiz. Yozib qo'yganman JL oke deb nomerlaringiz bilan. Mana 5-6 yillik mijozlarimiz kelishyapti. 213 restoran qilib birinchi prosmotr sizsiz. Ko'rganda like bosib qo'ying. Cho'tdan bosib o'tasiz. Salomat bo'linglar. Kech bo'lsa ham egalariga va'da qiluvdik, aytdimi, bolalar yasab qildik. Va'daga muvofiq hammalarimizni mana xat nomerlari ham tayyor bo'ldi. Shularni qo'yib beramiz, ketadi. Boyani oldinda turib olib, g'idir qilib turdi. Salim degan bola bor. 5 tami 6 ta biznesini sanab berdi. Men Toshkent City'larni ham qo'shib yubordim. Shu bolaning mashinasi. Bitguncha mashitga olib keldi.